Mahmudxo'ja Behbudiy buyuk ma'rifatparvar, yozuvchi, publitsist, dramaturg va jamoat arbobi, jadidchilik harakatining yetakchilaridan biri. U 1875-yilning 19-yanvarida Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog'ida muftiy oilasida dunyoga keldi. Oiladagi muhit, undagi ma'rifat va adabiyotga bo'lgan qiziqishning tezroq ro'yobga chiqishiga imkon tug'dirdi. Behbudiyning otasi islom huquqshunosligi bo'yicha yirik mutaxassis bo'lib, bu borada ko'plab kitob va risolalar yaratgan edi. Bu o'z navbatida Mahmudxo'jaga ta'sir o'tkazmay qolmadi. U keyinchalik bu haqda so'zlab, hatto maqolalardan birida otasi yozgan Hidoya asarining o'z taqdirida katta rol o'ynaganini alohida qayd etgan. Mahmudxo'ja Behbudiy adabiyot, tarix fanlari qatorida siyosatshunoslik bilan ham jiddiy shug'ullandi. Gazeta va jurnallar orqali jahonda sodir bo'layotgan siyosiy voqealar bilan yaqindan tanishib bordi. U Makkaga borish maqsadida arab tilini o'rganib, islom tarixi va nazariyasi bilan shug'ullandi. U 1899-yilda hajga bordi va muftiy unvoniga ega bo'lib qaytdi. Haj bahonasida Misr va Istanbul shaharlarida bo'ldi. Bu yerda davom etayotgan islohotlar so'zsiz uning dunyoqarashiga burilish yasadi. So'ngra Qozon va Ufa shaharlarida bo'lib, Yevropa madaniyati bilan ham qiziqdi. O'sha davrda Qozon va Orenburgda chiqadigan arab imlosidagi jurnal va gazetalar bilan hamkorlik qildi. Uning qator maqolalari ham mazkur nashrlarda chiqa boshladi. Maktab, maorif va madaniyat masalalari hamda ma'rifatparvarlik g'oyalarining targ'iboti ushbu maqolalarning markazida turdi. Xususan, Qrim tatar allomasi Ismoil Gasprinskiy va u bosh muharrir bo'lgan Tarjumon gazetasi Mahmudxo'ja Behbudiyni buyuk ma'rifatchi va o'zbek milliy jadidchilik yo'nalishining otasi darajasiga ko'tardi. Behbudiy dunyoqarashida Rossiyadagi eng nufuzli bo'lgan kadetlar partiyasi a'zolari bilan uchrashuv va ular harakatnomalarining ta'siri ham katta bo'lgan. U 1914-yilda yana Turkiya, Misrga borib, u yerdan muhim kitoblar, o'quv qo'llanmalarini olib keldi. Yangi usuldagi maktab dasturi ustida ishlashga kirishdi. Biroq u turli to'siqlarga uchrab, jadidlar rahnamosi, dahriy deb e'lon qilinadi. Shunga qaramay, u tatar mutafakkiri Ismoil Gaspiralining ma'rifatchilik borasidagi ta'limotini qo'llab-quvvatlab, o'z o'lkasiga ham shunday ishlarni amalga oshirishga kirishadi va ko'p o'tmay ma'rifatparvar sifatida o'z xalqi hurmatiga sazovor bo'ladi. U bir qator sharq va g'arb tillari bilan yuksak madaniyat sohibi bo'lishi bilan birga umum insoniy madaniyatning tolmas targ'ibotchisi ham bo'lgan. Albatta, Behbudiyning xalq o'rtasida ortib borayotgan obro'-e'tibori nafaqat amirlik rahbarlari, balki bolsheviklarning ham reja va niyatlariga zid edi. 1919-yilning 25-martida Behbudiy ular chaquvi bilan Shahrizabsda qo'lga olinib, sirli bir tusda Qarshida Said Olimxon farmoni bilan qatl qilindi. Uning qatli haqidagi xabar o'sha paytdagi poytaxt Samarqandga rosa 1 yildan keyin xabar qilinadi. 1920-yilning aprelida butun Turkiston motam tutdi. Behbudiy adib sifatida Padarkush dramasini yaratgan. 1913-yilda Samarqand shahrida nashr etilgan bu dramada u yoshlarning, ular xoh kambag'al, xoh badavlat oilaga mansub bo'lsin, ilmli, madaniyatli bo'lishlari lozimligini qayd etgan. Mahmudxo'ja Behbudiyning Padarkush dramasi 1911-yilda yozilgan bo'lib, dastlab 1912-yilda Turon gazetasida bosilgan. 1911-yilga kelib kitob holida chop etilgan. Shundan so'ng tez fursatda Samarqand, Buxoro va Toshkent teatr sahnalarida ijro etilgan. Drama kompozitsion qurilishiga ko'ra oddiy bo'lgan holda mazmun, g'oya jihatidan ancha qamrovlidir. Xususan, undagi xarakter va shakl-shamoyil mazkur janr talablariga ancha mos edi. Dramadagi qahramonlar esa ikki qutbda ikki xil harakat bilan yashaydilar. Bir tomonda boy, o'g'li va uning gumashtalari bo'lsa, ikkinchi tomonda domla, ziyoli obrazlar asar g'oyasini ochishga muhim o'rin egallaydi. Ulug' mutafakkirning xalqimiz oldidagi xizmatlari e'tiborsiz qolmagan albatta. Qarshi shahri 1926-1937-yillarda Behbudiy nomi bilan atalgan. 1970-yili Allomaning saylanma asarlari chop etildi.
Asarlari darslik va qo'llanmalarga kiritilib, Toshkent va Samarqand shahridagi maktab, ko'cha va mahallalar uning nomiga qo'yildi. Buyuk ma'rifatparvar sharafiga 2006-yilda Samarqand shahrida yodgorlik o'rnatilgan. Hattoki Tojikiston Respublikasining Xo'jand shahridagi gimnaziya Behbudiy nomi bilan ataladi. 2020-yil O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni arafasida Behbudiy hayotiga bag'ishlangan film premyerasi bo'lib o'tdi. Hozirgi kunda alloma qoldirgan boy va rang-barang adabiy, madaniy va ma'rifiy meros o'z xalqining istiqloliga xizmat etmoqda.